Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga iPhone telefonlarining ekranini qanaqa to'g'ri almashtirish yo'lini va undagi mikrosxemani yangi ekranga qanaqa to'g'ri ko'chirish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Qo'limdagi telefon iPhone 13 Pro telefoni. Ko'rib do'stlar, bu telefonimizda ekranda polosasi bor va bu polosani o'zini ketkizib bo'lmaydi. Shu sababli hozir bunga yangi ekran qo'yamiz. Tarafdagi ma'lumotni ko'chirib oladi. Ko'rib do'stlar, plyusgacha kelgan yozuvda VP9A yozilib turibdi. Samsung bo'lgani uchun bizda hech qanaqa risk yo'q. Agar mabodoga riski bo'lsa ham, mikrosxemadagi yozuv o'chirib yuborsa ham, bizga buni qizig'i yo'q. Kerak emas mikrosxema va biz buni olib tashlaymiz. Shu sababli xo'p, o'zi Samsung original ekran уже kleylari o'lib, noshkalari erigandan keyin akkurat kleyni o'zini kesib qo'yishlar mumkin. Sekin уже erishib boshladi. Pichoq sekin olib ko'tarib olamiz. Men ko'tarib olaman. Yo'q. Xudo xolasa ekranimiz как родной o'zining ekrandek bo'lib tushdi.